Assalomu alaykum barchaga. Attestatsiyada tushgan savollarimizni yechimlarini chiqarishda davom etamiz. Demak, bu yechimimiz ikkinchi testimizning 11-savolidan boshlab 20-savoligacha bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Bizda berib qo'yibdi funksiyalarni. Agar mana shu tenglik o'rinli bo'ladigan bo'lsa, demak biz ifat 6 ni qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, buni topishdan avval biz bir qoidani aytib o'tamiz. Ya'ni bizda berilgan bo'lsin, deylik ifat teskari a deganimiz bu biror bir son chiqqan bo'lsin. Demak, bu yerda a bilan b ni o'rni almashtirib qo'ysam, menda ifat x paydo bo'ladi. Demak, ifat b degani menda a ga teng bo'ladi. Demak, mana shu xossadan foydalanamiz, qoidadan. Demak, men berilgan tenglikimda x ni o'rniga 4 ni qo'yib chiqaman. Demak, hosil bo'ladi ifat teskari h4 plus j4 demak teng bo'ladi h4 ko'paytiruv j4 ga. Demak, son qiymatlarini o'rniga qo'yib yuborsam, demak ifat teskari demak 3 plus 2 teng bo'ladi 3 ko'paytiruv 2 ga. Demak, ifat teskari 5 deganim 6 ga teng bo'ladi ekan. Demak, bundan kelib chiqadi ifat 5 degan 6 deganimiz, demak ifat 6 deganimiz 5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, ifat 6 miz bizda 5 ga teng, ya'ni C javob. Endi 12-savolimizga o'tamiz. 6 ta avtomat mashinani ishlash ehtimmolligi 0.95 ga. 4 ta yarim avtomat, mana shu yerda avtomat mashina ishlash ehtimmolligi 0.8 ga teng. Ishlayotgan mashinalarning ishlash ehtimolligini toping debdi. Demak, bizda ana o'sha jami, ya'ni 6 ta va 4 ta avtomat mashinalarimizning ishlash ehtimolligini topishimiz kerak. Demak, bizda birinchi 6 ta mashina bor. Bu avtomat. Keyingida 4 ta mashina bor. Bu yarim avtomat. Bu yarim. Demak, bizda jami 10 ta avtomat, 10 ta avtomat demak 10 ta mashina bor. 10 ta mashina bor. Demak, bizda birinchi va ikkinchi mashinalarni olamiz, ishlash ehtimolligini topishimiz uchun. Demak, 10 tadan 6 tasi bularning ishlash ehtimmolligi 0.95 ga teng. Plus endi 10 tadan 4 tasi yarim avtomat, uning ishlash ehtimmolligi 0.8 ga teng. Demak, mana shuni hisoblasak, bizda kelib chiqadi ishlayotgan mashinalarning ishlash ehtimmolligi. Demak, u 6 ni 10 ga bo'lib oladigan bo'lsam 0.6 ga teng. Uni ko'paytiraman 0.95 ga plus 4 ni 10 ga bo'lib olsam 0.4 ga teng. Uni ko'paytiraman 0.8 ga. Demak, bu ham teng bo'ladi. 0.6 ni 0.95 ga ko'paytirsam, demak 0.57 ga teng. Qo'shaman. 0.4 ni 0.8 ga ko'paytirsam 0.32 ga teng. Demak, bularni ham qo'shib yuborsam, menda hosil bo'ladi 0.89. Demak, ishlayotgan mashinalarning ishlash ehtimmolligi 0.89 ga teng ekan. Endi 13-savolimizga o'tamiz. Sirojiddinda 3 ta fizika va 2 ta matematika kitobi bor. Matematika kitoblari yonma-yon qilib necha xil usulda joylashtirish mumkin? Demak, bizda javon bor deylik. Javonimizda 5 ta joy bor. 1, 2, 3, mana 5 ta. Demak, matematika kitoblari yonma-yon bo'lishi kerak ekan. Demak, bu necha xil usulda joylashtirish mumkin? Demak, dastlab birinchi holatda, ya'ni matematika kitoblari mana bu birinchi va ikkinchi kataklarda turgan bo'lsin. Demak, birinchi, ikkinchi kataklarda turgan bo'lsa, bularni o'zini o'rnini almashtirish bor. Ya'ni birinchi kitob, ikkinchi kitob va ikkinchi kitob, birinchi kitob. Demak, bu bizga beradi 2 faktorialni. Endi qolgan 3 ta fizikani o'rni almashtirishi bizga beradi 3 faktorialni. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, 2 ko'paytiruv 6, ya'ni 12 ga teng bo'ladi. E'tibor bering, bizda birinchi holatda kitoblarimiz
yonma-yon turdi va birinchi va ikkinchi kataklarda joylashdi. Endi ularni kataklarini o'rnini almashtirib bilamiz. Necha marta o'rin almashtirish mumkin? Demak, ikkinchi holatni ham qaraymiz. Ikkinchi holatda mana bu yerdagi o'rinlarni yo'qotadigan bo'lsam, demak, birinchi, ikkinchi deb olaman, ya'ni kataklarimizni sonini o'zgartirdim. Bunda ham baribir matematikani o'rin almashtirish 2 faktorial bo'ladi. Fiziklarni o'rin almashtirish, ya'ni fizika kitoblarini o'rin almashtirish baribir 3 faktorialga teng. Bu ham baribir 12 ga teng bo'ladi. 3-holatimizda ham xuddi shunday, 4-holatimizda ham xuddi shunday. Endi nechta holat bo'ladi? Biz buni topishimiz uchun, ya'ni birinchi holatda biz mana bu birinchi bilan ikkinchida oldik, ya'ni birinchi katak bilan ikkinchi katakda, endi ikkinchi katak bilan uchinchi katakda olamiz, keyin uchinchi katak bilan to'rtinchi katakda va to'rtinchi katak bilan beshinchi katakda. Demak, bizda 4 ta holat bo'ladi ekan. Demak, 4 ta holatimizdan har bittasida 12 xildan chiqadi. Demak, buni jami usuli 4 ko'paytirib 12 ga teng bo'ladi, ya'ni 48 ga. Demak, bizda javobimiz 48 bo'ladi ekan. Endi 14-savolimizga o'tamiz. 3 ta son bor. Ikkinchi son birinchisidan qancha ko'p bo'lsa, uchinchi son ikkinchisidan shuncha ko'p. Demak, birinchi son x deb oladigan bo'lsam, ikkinchi sonim, demak, menda hosil bo'ladi x plus biror a. Demak, uchinchi sonim hosil bo'ladi. Uchinchi sonim x ga qo'shaman 2 ta a ni. Sababi birinchidan ikkinchi qancha ko'p bo'lsa, uchinchi ikkinchidan shuncha ko'p deb qo'yibdi. Mana 3 ta son yozib oldik. Sonlarning eng kichik ikkitasini ko'paytmasi, eng kichik ikkitasi bu birinchi va ikkinchi sonlar bo'ladi. Demak, birinchi sonni ikkinchi songa ko'paytmasi bizda 85 ga teng. Va eng katta ikkitasini ko'paytmasi 115 ga teng. Demak, eng katta ikkitasi x plus a va x plus 2a. Ularning ko'paytmasi 115 ga teng. Sistema belgisini qo'yib olaman. Shu sonlarning yig'indisini toping debdi. Demak, ularning yig'indisini topishimiz kerak. Xo'p, dastlab men yig'indisini topib qo'yaman. Ya'ni bularning yig'indisi nimaga teng? Bularning yig'indisi menda 3x plus 3a ga teng. Demak, bundan ham 3 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, demak, x plus a ga teng. Demak, men topishim kerak x plus a ning qiymatini. Demak, men mana bu ikki nomani ikki tenglamadan x va a ning qiymatlarini topishim kerak. Xo'sh. Demak, bizda hosil bo'ladi nimalar? Bunday qilib olamiz. Mana bu ikkinchi tenglikni bunday qilib olaman. X plus a. Mana bu 2a ni, ya'ni x plus a deb olaman. Shu 115 ga teng. Demak, men birinchi tenglikdan x plus a ning qiymatini topib oladigan bo'lsam, ya'ni x plus a deganim teng bo'ladi 85 taqsim x ga. Demak, men x plus a larning o'rniga 85 taqsim x ni qo'yib olaman. Demak, menda hosil bo'ldi 85 taqsim x qavsning ichida 85 taqsim x plus a hosil bo'ladi. Teng 115 ga. Bu yerdan ham nima hosil bo'ladi? Bu yerdan mana bu 85 bilan 115 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsam, demak, bu yerda qoladi, ikkalasini deylik 5 ga bo'lib yubordim. 5 ga bo'lib yuborsam, bu yerda qoladi 17, bu yerda qoladi 23 qoladi ekan. Demak, dening, shuni boshqa yo'ldan ishlaymiz. Bu yo'l qiyinroq bo'lib ketadi ekan. Bu yo'limiz qiyin bo'lib ketadi ekan. Boshqa usulda ishlaymiz. Demak, qavslarni ochib yuboray. Qavslarni ochib yuborsam, x ning kvadrati plus a x teng bo'ladi 85 ga. Demak, ikkinchi tenglikda ham qavslarni ochib soddalashtirib yuborsam, x ning kvadrati plus 3a x plus 2a ning kvadrati teng bo'ladi ekan 115 ga. Endi bularni ayirib yuboraman. Ayirib, ya'ni pastdagi ifodadan yuqoridagi ifodani ayirib yuborsam, demak, menda qoladi 2a x plus 2a ning kvadrati qoladi ekan. Demak, 115 dan 85 dan 30 qoladi. Demak, 2a ga bo'lib yuboray.
2a ga bo'lib yuborsam, demak x plus a qoladi. Demak, bu 15 taqsim a qoladi. Demak, x plus a deganimiz 15 taqsim a ga teng ekan. Endi shu x plus a ni o'rniga, ya'ni birinchi tenglikdagi o'rniga olib borib qo'yaman. Demak, x ko'paytiruv 15 taqsim a teng bo'ladi ekan 85 ga. Xo'sh, bu yerda 15 bilan 85 ni qisqartirib yuborsam, 5 ga, bu yerda qoladi 17, bu yerda qoladi 3. Demak, 3x deganim 17a ga teng. Bu yerdan kelib chiqadi. X ni topaylik. X ni topadigan bo'lsam 17a taqsim 3 ga teng bo'ladi. Demak, men shu x ni qiymatini mana bu birinchi tenglikka olib kelib qo'yaman. Demak, 17a taqsim 3 ko'paytiruv 17a taqsim 3 ga qo'shaman yana a ni. Bu bizga 20a taqsim 3 ni beradi. Bu bizda 85 ga teng. Demak, 17 bilan 85 ni qisqartirib yuborsam, bu yerda 5 qoladi. 20 bilan 5 ni qisqartirib yuborsam, bu yerda 4 qoladi. Demak, 4a kvadrat taqsim 9 teng 1 qoldi. Demak, bu yerdan kelib chiqadi a ning qiymati 3 taqsim 2 ekanligi. Demak, a ning qiymatini mana bu yerga, ya'ni olib kelib x plus a ni mana bu yerga qo'yib yuborsam, ya'ni bu 15 taqsim 3 taqsim 2 bo'ladi. Demak, bizda beradi x plus a ning qiymati 3 bilan 15 qisqarib ketsa, mana bu yerda 5 qoladi, ya'ni 10 ga teng ekan. Demak, x plus a ning qiymati 10 ga teng ekan. Demak, mana bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsam, 3 ko'paytirib 10, demak bu bizda 30 ni beradi ekan. Demak, javobimiz 30. Endi 15-savolga o'tamiz. Anvar, Behruz, Sobir, Doniyor, Erkin ishchilar mos ravishda ishni 6, 12, 18, 24 va 36 kunda tugatadi. Ular birgalikda 2 kun ishadi va 4 ta ishchi ketdi. Demak, qolgan ishni 6 kunda qaysi ishchi tugatadi debdi. Demak, biz tenglama tuzib olamiz. Demak, tenglamamiz quyidagicha. Bular birgalikda 2 kun ishlashgan. Alohida ishlar yig'indisi, ya'ni birinchisi 1 taqsim 6 kun. 1 taqsim 6 qismi, ikkinchisi 1 taqsim 12, keyingisi 1 taqsim 18, keyingisi 1 taqsim 24 va keyingisi 1 taqsim 36. Demak, mana shu ishlagan ishdan keyin biror qismi qoldi. Shu qolgan qismini ham qo'shib qo'yaman. Demak, bu 1 taqsim 6 kunda bajarish kerak. 6 kunda deylik. 6 kunda bajarish kerak biror bir ishchi, ya'ni 1 taqsim x. Bu bizda 1 ga teng bo'lishi kerak. Sababi 1 butun ish. Demak, shu yerdan x topib olamiz. X ni topish uchun dastlab qavsning ichidagilarni umumiy maxrajga olib kelaman. Demak, umumiy maxrajimiz 72 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerga 2 dan, 3 dan, 4 dan, demak 6 dan va 12 dan beraman. Demak, 2 ko'paytiruv 12 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2 taqsim 72 plus 6 taqsim x teng bo'lishi kerak 1 ga. Demak, 2 bilan 72 ni qisqartirib yuborsam, bu yerda 36 qoladi. Demak, suratini hisoblab chiqaman. 12 ga 6 ni qo'shaman, 18, 4 ni qo'shaman, 22, 5 ni qo'shaman, 27. Demak, 27 taqsim 36 plus 6 taqsim x teng bo'ladi ekan 1 ga. Mana bu 27 taqsim 36 ni 9 ga qisqartirib yuborsam, demak 3 taqsim 4 qoladi plus 6 taqsim x teng 1 ga. 3 taqsim 4 ni nariga tarafga o'tib olsam, demak 6 taqsim x teng bo'ladi. 1 dan ayirishim kerak 3 taqsim 4 ni. Bu 1 taqsim 4 ga teng. Demak, bu yerdan kelib chiqadi x teng 24 ligi. Endi biz qaysi ishchini yolg'iz ishlaganda 24 ga teng, ana o'shani topib olamiz. Demak, Anvar 6 ga teng edi, Behruz 12 ga, Sobir 18 ga, demak Doniyor 24 ga teng. Demak, bizda javobimiz Doniyor bo'ladi ekan, ya'ni D javob. Endi 16-savolimizga o'tamiz. 16-savolimizda vektorlarni bergan, tenglik o'rinli bo'lsa, n plus m ning qiymatini toping debdi. Xo'sh, buni bunday qilib olamiz. Demak, 3 ko'paytiruv s vektorimizning qiymati 5u minus 4 ga teng. Teng bo'lishi kerak. M ko'paytiruv a vektorimizning qiymati minus 3u minus 1 plus
n ko'paytirib b vektorniki 2u minus 1 ga teng. Demak, men mos koordinatalarni teng qilib olaman. Demak, shuni 5 ga ko'paytiraman, 15 teng bo'lishi kerak. M ni minus 3 ga ko'paytirsam minus 3m qo'shaman. 2 ni n ga ko'paytirsam 2n. Endi ikkinchisiga o'taman. 3 ni minus 4 ga ko'paytirsam minus 12 teng bo'lishi kerak. Demak, m ni minus 1 ga ko'paytirsam minus m qo'shaman. n ni minus 1 ga ko'paytirsam bu ham minus n bo'lar ekan. Mana buni tenglamalar sistemasi qilib olamiz. Demak, men mana bu 12 minus 12 ikkinchi tenglikni 2 ga ko'paytiraman va qo'shib yuboraman. Shu m kelib chiqadi. Demak, 15 ga demak 15 dan ayiraman 24 ni teng bo'lar ekan. Minus 3m minus 2m. Demak, buni ayirmasi bizda bo'ladi 9 ga teng bo'lar ekan. Demak, 15 dan 24 ni ayiradigan bo'lsam 9. Demak, minus 9 teng bo'ladi minus 5m ga. Demak, bu yerdan kelib chiqadi m teng 9 taqsim 5 niki. Endi m ni topib oldim. Endi n ni topishim kerak. N ni topishim uchun bu tenglikni minus 3 ga ko'paytirib qo'shib yuboraman. Demak, minus 12 ni minus 3 ga ko'paytirsam 36 bo'ladi. 15 ni qo'shib yuborsam menda 51 kelib chiqadi. Teng m'lar yo'qoldi. Bu 5 n ga teng bo'ladi. Demak, n ni topadigan bo'lsam 51 taqsim 5. Demak, bularning yig'indisi nimaga teng bo'ladi? M plus n deganim, demak, mahrajlari 5, suratlari 51 va 9 qo'shadigan bo'lsam bu 60 taqsim 5, ya'ni 12 ga teng bo'ladi ekan. Demak, bizning javobimiz 12. Demak, davom qilamiz. 17-savolimizga e'tiborni qaratamiz. 2 son o'rta arifmetiki 15 ga. Demak, o'rta arifmetiki 15 ga teng bo'lib, o'rta arifmetiki o'rta geometrigidan 15% ga katta bo'lsa, shu sonlar kvadratlarini topish kerak ekan. Demak, o'rta arifmetikimiz o'rta geometrikdan 15% ga katta ekan. Demak, o'rta arifmetikimiz quyidagicha topiladi. Ya'ni a soniga, demak, a ga qo'shamiz b ni bo'lamiz 2 ga. Bu o'rta arifmetik, bu 15 ga teng. O'rta geometrigimiz ilzosida a va b larni ko'paytmasiga teng. Bu o'rta geometrik. Mana shu o'rta geometrigimiz o'rta arifmetikdan 25% kichik. Sababi o'rta arifmetik o'rta geometrikdan 25% katta deb qo'yibdi. Demak, o'rta geometrigimiz biror x deb olgan bo'lsam, x'im 15 dan 25% ga kichik. Demak, men x ni topib olishim mumkin. Mana shu 25% dan foydalanib. Demak, bu degani 15 ning deylik 75% x ga teng. Sababi 25% ga ortiq bo'ladigan bo'lsa, demak, men x ni topib olaman. Buni topishim uchun bunday qilib olay. X ga qo'shaman. X ni 25%. Bu degani 0.25x. Mana shu 15 ga teng deb olay. Demak, bu yerdan kelib chiqadi 1.25x deganim 15 ga teng. 1.25 deganim 5 taqsim 4 x shu 15 ga teng. Bu yerdan 5 bilan 15 ni qisqartirib yuborsam, demak, bu yerda qoladi 3. Demak, x deganim 12 ga teng kelib chiqadi. Demak, x ni o'rniga 12 ni qo'yib yuborsam va bu yerdan a plus b ni topib olaman. Demak, a plus b deganim 30 ga teng bo'ladi. Va x ni o'rniga 12 ni qo'yib kvadratga ko'tarib olsam, demak, a ko'paytirib b deganim teng bo'ladi. Demak, plus 44 ga. Demak, menda kvadratlar yig'indisini topishim kerak. Buning uchun mana bu birinchi tenglikni kvadratga ko'taraman. Demak, kvadratga ko'tarsam, a ning kvadrati plus 2ab plus b ning kvadrati teng bo'ladi 900 ga. Demak, a ning o'rniga 144 ni qo'yib yuboraman. Demak, shunda uni ham 2 ga ko'paytirib yuborsam, demak, a ning kvadrati plus 288 plus b ning kvadrati teng bo'ladi 900 ga. Demak, a ning kvadrati va b ning kvadratlari yig'indisini topish uchun 900 dan ayiraman 288 dan. Bu ham teng bo'ladi bizda
Demak 612 ga teng bo'ladi. Demak bizda javobimiz C javob bo'lar ekan. Endi 18-savolga o'tamiz. Y kvadrat teng x va y teng x taqsim 2 funksiyalari kesishishdan hosil bo'lgan yuzani ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping debdi. Xo'p, dastlab grafik chizib olamiz. Grafikimiz qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Demak, y kvadrat teng x deganimiz bunday ko'rinishda bo'ladi. X taqsim 2 deganimiz, demak, bu mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bularning kesish nuqtasi mana. Mana bu yerda bitta nuqtada va 0 nuqtada kesishar ekan. Demak, bizning yuzamiz mana shu yer. Mana shu yuzani ox o'qida, ya'ni x o'qida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini topishimiz kerak. Demak, hajmini topish formulasi yozib qo'yaman. Demak, pi integral a dan b-gacha f kvadrat x dx. Demak, men dastlab a va b oralig'ini topib olaman. Demak, a va b oralig'ini topishim uchun funksiyalarni teng qilib olaman. Ya'ni, birinchidan y topadigan bo'lsam, bu ildiz x ga teng bo'ladi. Ikkinchida y teng x taqsim 2 ga. Bularni teng qilib olsam, demak, ildiz x teng bo'ladi x taqsim 2 ga. Bu yerdan kelib chiqadi x teng 0 va x teng 4 ekanligi. Demak, oralig'imiz 0 va 4 oraliq bo'ladi. Demak, birinchi integralimiz 0 dan 4 gacha birinchi funksiyamiz, ya'ni mana bu funksiyamiz x ni o'zi dx. Ayiramiz. Ikkinchi integral 0 dan 4 gacha ifade qilamiz. Sababi men bu yerda ikkinchi integralimiz birinchi integraldan nimaga x ni qo'yib ketdim? Sababi bu y ning kvadratini berib qo'yibdi. Shu sababli x ni o'zini olamiz. Ikkinchi integralimizda kvadratga ko'tarib olamiz. Ya'ni x ning kvadrat taqsim 4 ga teng bo'ladi. dx. Demak, buni hisoblab olamiz. Hisob kitobni bu yoqda davom ettiraman. Demak, x dan boshlang'ich oladigan bo'lsam, menda bo'ladi u x ning kvadrat taqsim 2 ga. Oralig'imiz 0 dan 4 gacha. Minus. Endi x kvadrat taqsim 4 dan boshlang'ich oladigan bo'lsam, demak 1 taqsim 4 turadi. X ning kubi taqsim 3 ga teng bo'ladi. Bu ham 0 dan 4 gacha. Va pi bor. Demak, buni hisoblab olamiz. Pi 0 ni qo'yib o'tirmayman, sababi 0 ga teng bo'lib keldi. Faqat 4 ni qo'yaman. 4 ni qo'yadigan bo'lsam, bu bo'ladi 16 taqsim 2 ga. Narigisi bo'ladi 1 taqsim 4 ko'paytiruv 4 ning kubi 64 taqsim 3 ga. Demak, bu ham teng bo'ladi. Pi bu 8 ga teng bo'ladi. Bu yerda 4 bilan 64 ni qisqartirib yo'sam, bu yerda 16 qoladi. Demak, 16 taqsim 3. Demak, bu ham teng bo'ladi. 3 dan mahraj bersam 24, 16 dan ayirsam, demak, menda qoladi 24 dan 16 ayirsam 8 qoladi ekan. Demak, 8 pi taqsim 3 degan javob chiqadi ekan. Demak, bizda javobimiz 8 pi taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Javob C. Endi 19-misolni yechishga o'tamiz. Hisoblang debdi, hisoblaymiz. Demak, buni biror x deb olaman va kubga oshirib yuboramiz, ya'ni qavs kubga. Demak, kubga oshiradigan bo'lsam, 7 minus 5 ildiz 2 plus men bu kubning ikkilangani, ya'ni ikkinchi formulasi deylik. Ya'ni ikkinchi formulasini bilamiz. Demak, a plus b ning qavs kubining ikkinchi formulasi deb hisoblaylik. A kub plus 3ab a plus b plus b kub, ya'ni mana shu formuladan foydalanaman. Demak, 3 ikkalasini ko'paytmasi bizga beradi. Ularning, ya'ni bu qo'shmasi bo'lgandan keyin kub ildiz 49 dan ayiraman. Ya'ni mana bu 5 ildiz 2 ning kvadrati, ya'ni 50 dan ayiraman. Ko'paytiruv. Endi ularning yig'indisi, ya'ni a plus b. Menda a plus b deganim x ga teng bo'lib turibdi. O'rniga x qo'yib ketaman. Plus ikkinchining kubi, ya'ni 7 plus 5 ildiz 2 teng x ning kubiga. Demak, bu yerda 5 ildiz 2 lar qisqarib ketadi. Mana bu 49 dan 50 ni ayirsak -1 ga teng, oldiga chiqarsam, demak
Va 7 ga 7 ni qo'shsam 14 minus 3 x teng bo'ladi x ning kubiga. Demak, men shu yerdan x ni topishim kerak. Xo'sh, bu yerda tanlash usuli bilan yechamiz. Demak, x ning o'rniga men qo'yaman 2 ni. X ning o'rniga 2 ni qo'yib borsam, demak 14 minus 6 deganim 8 ga teng bo'ladi. Mana, demak x teng 2 da tenglikimiz o'rinli bo'ladi ekan. Demak, javob 2. Endi 20-chi misolimizga o'tamiz. Demak, 20-chi misolimizda hajmi v ga teng bo'lgan silindr o'q kesimi diagonallari orasidagi burchak 2 alfa bo'lsa, silindr asosining radiusini toping debdi. Xo'p, silindr chizib olamiz. Mana silindr. O'q kesimi bilamiz, to'rtburchakdan iborat. Shu to'rtburchakning diagonali, ya'ni bu diagonal va mana bu diagonal orasidagi burchak, ya'ni mana bu yer 2 alfaga teng. Hajmi berilgan, demak asosini radiusini topishimiz kerak. Ya'ni mana bu radiusini topishimiz kerak. Xo'sh, bizda hajmi nimaga teng o'zi? Hajmi S asos yuzasini balandlikka ko'paytirganimizga teng. Asosini yuzi nimaga teng? Asosini yuzi bu radiusini r deb oladigan bo'lsam, demak bu hajmi pi r ning kvadrati ko'paytirib h ga teng. Xo'sh, men shu yerda h ni topib olaman. H deganim v taqsim pi r kvadratga teng. Endi men mana bu 2 alfani o'chirib turaman. Mana bu yerdan balandlik tushirib olaman. Ya'ni balandlik tushirsam bu h ning yarmiga teng bo'ladi. Va mana bu yerdagi burchagimiz alfaga teng bo'lib qoladi. Demak, men shu yerdan tangesdan foydalanaman. Qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati bizga beradi tangens alfani. Demak, tangens alfa deganim r ning h taqsim 2 ga nisbatiga teng bo'ladi. Demak, 2 yuqoriga chiqib ketsa va h ga ko'paytsam, demak 2r deganim h ko'paytirib tangens alfaga teng bo'ladi. Endi h ning o'rniga mana bu v taqsim pi r kvadrat qo'yib boraman. Demak 2r teng v taqsim 2pi emas, v taqsim pi r ning kvadrati ko'paytirib tangens alfa. Mana bu demak r kvadratni bu yoqqa ko'paytiraman, 2 ni mahrajga tushiraman. Shunda r ning kubi teng bo'ladi v taqsim 2pi tangens alfaga. Demak, bu yerdan r ni topadigan bo'lsam, demak bu yoqqa yozaman. Demak, r kelib chiqadi. Kub ildizi v tangens alfa taqsim 2pi ekanligi kelib chiqadi. Demak, radiusimiz v tangens alfa taqsim 2pi degan, demak A javob kelib chiqar ekan. Shuning bilan keyingi 10 taligimiz tugadi. Keyingi videomizda qolgan 15 ta testning tahlilini ko'ramiz. Hammaga rahmat.